Ushbu kontrimiz Muhabbat Ifori fermer xo'jaligi bilan chegaradosh bo'lib, ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Namangan viloyati Chust tumani Laylik YMFda 69-sonli kontrda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Uzunligi 459 metr, bo'yi 205 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 90-100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 48 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 20 sotuvdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Qo'shtepa faiz tomorqa xizmati MCJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektaridan 30-35 tonna, jami 350 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.